Aptechka agnish pullaringiz bormi aka? Transport jihozlaringiz. Oling aka. Oling aka, ko'rsating. Agnish aptechkalarga ko'rsatyapti. Agnish aptechka aka sizga dasturga kiradi, hujjatga kirmaydi-ku. Hujjatga kirmaydi? Ya'ni ko'rmasa uni kim ko'rishi mumkin? Aka hujjat tekshirishga deysiz siz. Agnish tilni aptechkani tekshirish sizni vakolatingizga kirmaydi aka. Agnish aptechkangiz bo'lmasa men yozaman, e'tirozingiz bo'lsa murojaat qilasiz. 294-modda sizning haqqingiz ekan. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 7-10-bandida haydovchi quyidagi jihozlar bilan majburiy jihozlangan bo'lishi shart. Ya'ni bular aptechka, agnishitel, nur qaytaruvchi jilet va majburiy to'xtagan bildiruvchi belgi. E'tibor beramiz, bu yerda GAI xodimi ko'rsatish kerak degan joy yo'q. Buni esa yo'l harakati qoidalarining 2-bobida haydovchining majburiyatlari degan joyda aniq ravon ko'rsatib o'tilgan va 975-sonli qarorning 6-bobida to'xtatish sabablari degan joyi bor. O'sha sabablarda aptechka agnishtini tekshirish uchun to'xtatish degan joy yo'q. Shunday ekan, sizda o'sha jihozlar bo'lishi shart, majbursiz bo'lishga, lekin GAI xodimi sizga agarda ko'rsat, bo'lmasa senga protokol yozaman desa, bemalol buni sud tartibida bekor qildirib, siz unga ma'naviy zarar ham undirishingiz mumkin. Ya'ni noqonuniy yozgan bo'ladi sizga shu. Chunki bu hozir keltirib o'tilgan asoslari bilan asoslangan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.